Andijon davlat universiteti fizika-matematika IT fakulteti kompyuter injeneriya IT servis masofaviy ta'lim yo'nalishi 3-bosqich talabasi Rustam Baxtiyorman. O'rnatilgan tizimlar fanidan harakat va yorug'lik asosida energiya tejovchi yoritish tizimi mavzusi doirasida amaliy ishimni ko'rsatib bermoqchiman. Bu yerda bizda asosiy muammo va dolzarblik haqida gapiriladigan bo'lsak, ya'ni hozirgi kunda elektr energiyasini tejash juda muhim masalalardan biri hisoblangani uchun ko'p hollarda lampalar keraksiz yoqilib qoladi. Bu orada ortiqcha energiya sarfiga olib keladi. Shuning uchun avtomatik yoritish tizimlari energiya tejash, qulaylik va xavfsizlikni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Amaliy ishni dolzarbligiga keladigan bo'lsak, bu yerda elektr energiyasini tejash bugungi kunda zamonaviy uylar, ofislar, ko'chalar, yo'l yoritishda juda muhim, energiya resurslari samarali ishlatish ekologiya va iqtisodiy jihatdan foydali hisoblanadi. Avtomatik yoritish tizimlari foydalanuvchilarga esa bir vaqtning o'zida qulaylik, xavfsizlik va energiya tejash imkonini beradi. Masalan, lampalar avtomatik o'chadi yoki yonishi mumkin. Biz buni Tinkercad platformasi orqali ushbu tizimni simulyatsiya qilish imkonini ko'rib chiqamiz va bizda bu praktik ko'nikmalarni oshirishga ancha yordam beradi. Bu yerda maqsad, bizda ushbu loyihaning asosiy maqsadi harakat va yorug'lik sensorlari yordamida lampalarni avtomatik boshqaradigan tizim yaratish, tizim foydalanuvchini qo'lida lampalarni yoqib o'chirishga bo'lgan ehtiyojini kamaytirishdan iborat. Ya'ni asosiy maqsadimiz harakat va yorug'lik sensorlari yordamida energiya va tejovchi yoritish tizimlarini yaratish va uning ishlashini simulyatsiya qilib, tizim foydalanuvchiga lampalarni avtomatik boshqarish imkonini berishdan iborat. Amaliy ish davomida bir qator amaliy ko'nikmalarni hosil qilganimizni ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, bizda birinchi ishimiz bu yerda bizga kerak bo'ladi Tinkercad onlayn platformasi. Bu platformasiga kirganimizdan keyin biz Create bo'limiga kirib Create new Circuits bosamiz, ya'ni yangi loyiha yaratib olamiz. Hop, tizimni umumiy ishlash prinsipini ko'rib chiqadigan bo'lsak, biz bu yerda birinchi tizimda quyidagi minimal elementlar bizga kerak bo'ladi. Ya'ni Arduino Uno platformasi, breadboard va barcha nimalarimizni qo'yishimiz uchun, qurilmalarimizni qo'yishimiz uchun hamda pir sensori kerak bo'ladi. Yana pir deb yozadigan bo'lsak, bitta o'zini topmayapti, lekin o'zini ajratib olishimiz mumkin. Oshiqcha elementlarimizni o'chirib olgan holatda pir sensoridan bizga faqat pirni o'zini qoldirishimiz mumkin. Hop, bizda yana nima kerak bo'ladi? LDR sensor. Biz uni fotoresistor deb ham ataymiz, chunki LDR deb o'zini qidiradigan bo'lsak, biza platformamizda bu ko'rinmaydi. Shuning uchun fotoresistor deb qidirib topishimiz mumkin. Fotoresistorimizni ham mana topdik. Buni joylashtiramiz. Va bizda yana kerak bo'ladi LED lampalari. Mana buni olib o'tyapmiz. Undan tashqari bizga rezistorlar kerak bo'ladi. Rezistorlarni ham ikkita olyapmiz va bu yerda qancha miqdorda bo'lishini, ya'ni ohmlardagi belgilanishini aytib o'tamiz. Undan tashqari bizda rezistor simlar va jemper simlar kerak bo'ladi. Xo'p, endi bu yerda hammasiga bir teoretik asos berib tushuntiradigan bo'lsak, Arduino Uno bu mikrokontroller bo'lib, vazifasi barcha mana bu fleshka, USB fleshka qilgan holatda ko'rinib turgan narsa, qurilma
barcha sensorlar va LED lampalarni boshqaradi. Joylashuvi tizim markazi sifatida breadboard yaqinida joylashtirishimiz mumkin yoki ixtiyoriy. Ulanishi bu yerda 5 watt barcha sensorlar hamda GND ga mana bu zazemlение deb qo'ygan joyga barcha GNDlarni va LED lampalar GNDlarni olib o'tamiz. Hamda bizga kodimizda buni ko'rsatib o'tamiz. Digital bitta ya'ni D2 pin yoki PIR sensori out orqali chiqadi. Va analog pin A0 kerak bo'ladi bizda yana. Bundan tashqari pin 3imiz ham kerak bo'ladi. Bu bizda Arduino Uno kichik arzon va Tinkercad platformasi to'liq simulyatsiya qilinish uchun ishlatiladi. Hop, PIR sensorida biz bitta yana qurilmamiz PIR sensori, bu harakat sensori deyiladi. Vazifasi harakatni aniqlash dan iborat. Biz asosiy elementimiz ham shu. Ulanishi bu yerda ko'rsatib o'tamiz qanday ulanishini. Ya'ni bunda 3 ta oyoqchasi bor. Zimlya питание signal. Signalda D2 pinga va bu zimlya degan joyini, ya'ni zazemleniyasini GNDga va mana bu pitaniyasini VSS deymiz. Buni Arduino 5 watt ulaymiz. Joylashuvida ixtiyoriy joylashtirishimiz mumkin. Hop, bizda yana LDR sensor, ya'ni mana bu fotoresistor yorug'lik darajasini aniqlash, yorug'lik sensori lampani avtomatik boshqarish. Ya'ni bu qurilmada joylashganda qorong'u yorug' holat chiqadi. U orqali biz qorong'u yorug' holatga qo'yib, PIR sensorida harakatdan foydalangan holatda uni boshqarib sensor monitorda natijasini ko'rib chiqamiz. Hop. Bundan tashqari bizga LED lampa kerak bo'ladi. Bu yoritish lampasi, mana bu yoritish lampasi. Bu tizim tomonidan avtomatik yoqiladi yoki o'chiriladi. Biz buni harakatda ko'ramiz. Ya'ni PIR sensorini harakatlantirganimizda qanday holatda bo'lishini ko'rib chiqamiz. Bu yerda ulanishi bunda mana bu anod uzun oyoqlar D3 pinga ketadi. Через 220 ohm rezistor orqali va katod qisqa oyoqlar GND ga ketadi. Biz mana bu rezistor deb mana buni nazarda tutib aytdik. Hop. Rezistorlarni o'ziga ham keladigan bo'lsak, buni birato'la qilib ketishimiz mumkin. Mana bu 220 ohm rezistor bizga kerak bo'ladi. Qarshiliklar hamda 10 kilo ohm rezistor kerak bo'ladi. Buni vazifasi LEDni himoya qilish va LDR bilan divider hosil qilish. Joylashuvi LED bilan seriyada, LDR bilan analog pin A0 oldida joylashishi mumkin. Bundan tashqari bizga yana kerak bo'ladi breadboard va simlar vazifasi. Breadboardda barcha ulangan platformalarni jamlashdan iborat, ya'ni svodniy bo'lim desak ham bo'ladi. Joylashuvi Arduinoning yonida yoki ixtiyoriy o'zimiz qulay holatda joylashtirishimiz mumkin. Pinlarni qo'yadigan jemper simlarimizga qaragan holatda. Shu bilan barcha komponentlarni to'g'ri ulashimizni ko'rib chiqishimiz mumkin bo'ladi. Va buni hozir birma-bir joylashtiradigan bo'lsak, birinchi pinimizni joylashtirib olyapmiz. Buni ixtiyoriy joyga joylashtirishimiz mumkin. Aytaylik, men mana bu yerga joylashtirdim va undan keyin lampalarni joylashtirib olamiz. Undan keyin va fotoresistor, ya'ni LDR ni joylashtirib olamiz. Hop. Biz bu qurilmadan GND ni chiqarib olamiz, zazemleniyani. Va buni qora rangda bo'yab olamiz. Hop, endi bu yerdagi bizda hammasi mana bu 10 kilo ohm через LDR orqali ketadi. Joylashtirib olishimiz mumkin va mana bu 220 ohmda esa LED lampochkamizga joylashtiramiz.
Va buni katod oyoqchasini JNDga berib yuboramiz va LDRda ikkinchi oyoqchasini ham JNDga berib yuboramiz. Hop, endi buni ulanish sxemasi ledimiz bizda hozir nimaga ketadi dedik, D3 ga ketadi. ixtiyoriy ranglar berishimiz mumkin. Bu yerda ranglar majburiy emas. Va bitta hozir bunday qilsak to'g'ri bo'lar ekan. Ya'ni LDRda bir oyoqchasi 10 kilo ohm orqali JNDga ketadi va bu ikkinchi oyoqchasini esa biz plyusga ulab qo'yishimiz kerak. Buni qizilda belgilab qo'yaylik. Hamda keyingi holatda endi qiladigan ishimiz bizda bo'lyapti. Pil sensorni ozgina tushirib olamiz, chunki tepada yuqorida harakatni boshqarishimiz uchun bizga kerak bo'ladi. JND ulandi. Xo'p, va plyusga 5 vattda olib o'tishimiz kerak bo'ladi. Shuning uchun buni ham ulab olsak, mana 5 vattda ulab oldik. Bizga yana 5 vatt kerak bo'ladi. Pil sensorni o'rtasini ulayotganimizda kerak bo'ladi. Mana buni ham ulab oldik. Ikkinchi pil sensorni yana bir oyoqchasini zemlya turibdi. Mana buni JNDga olib o'tamiz. Va buni pil sensorni uchinchi oyoqchasini D2 pinga ulaymiz. Buni rangini ixtiyoriy berishimiz mumkin. Aytaylik, mana yashil berdik va buni yashil qilgan ekanmiz. Ko'k qilib qo'yaylik bo'lmasam. Xo'p, keyingi bosqichimiz bizda kod qo'yish jarayoni bo'ladi. Ya'ni bu kod orqali biz pil sensor orqali harakatni aniqlaydi va LDR orqali yorug'likni tekshiradi. Agar harakat mavjud va yorug'lik yetarli bo'lmasa, LED yoqiladi. Biz avvaldan tayyorlab qo'yganmiz kodni va bu kodni olib o'tamiz. Kod bo'limiga qo'yamiz buni. Text degan joyda eski kodlarni o'chirib yuboramiz. Mana bu yerda ko'rsatilyapti. Pil sensori pin 2 ga ketyapti. LDR pin A0 ga ketyapti. Hamda LED pin 3-chi pinga ketyapti. LED anod oyoqchasi. Va bu kod yordamida endi harakatni biz tekshirib ko'ramiz. Bizda nima hosil bo'lishi kerak? Agar simulyatsiyani ishga tushirganimizda harakat bo'lsa, yorug'lik past bo'lsa va yorug'lik past bo'lsa, ya'ni harakat dvijeniya bilan birga yorug'lik ham past bo'lishi kerak, LED yonishi kerak. Agar yorug'lik yetarli bo'lsa, LED o'chishi kerak. Harakat qilib ko'rsataman. Endi buni o'tda yopib qo'ymasligimiz mumkin, chunki bizda monitor bilan ishlaymiz. Наследственный monitor. Serial monitorda biz natijalarni ko'rib borishimiz uchun shuning uchun kod kerak bo'ladi. Hop, значит, modelирование deyapti. Bu yerda ruslarga o'tkazilgan, interfeysga o'tkazilgan shunaqa deyiladi. Simulyatsiya degan yozuv chiqadi angliyskida bo'lsa. O biz bu yerda endi mana LDR rezistorimiz bizda qora, ya'ni tun rejimida turibdi, qorong'i rejimda.
Mana pinlarimiz sensor monitorda ketyapti. Pir sensorimiz 0 bo'lib ketyapti. Ya'ni hozir o'chik. Ledimiz ham o'chik turibdi. Endi buni agar harakatlantiradigan bo'lsak, bizda lampochka yonishi kerak. Mana lampochka yonyapti. Pir sensori orqali harakatlantirganimizda lampochka yondi. Aytaylik, yorug'likka qo'yib turib ham tekshirib ko'ramiz. Natijalarni ko'ryapmiz. Bu yerdagi yana thresholdimizni 300 ga qo'yib 300 miqdorida tekshirib ko'rishimiz mumkin. Nima natijaga erishishimiz mumkin? Va bu test natijalarimizni oxirida ko'rsatib o'tamiz. Qanday natijalar hosil bo'lganini amaliy hisobotlarimizda ham jadval ko'rinishida buni ko'rsatib o'tib ketamiz. Va yuzli natija ba'zi hollarda yonyapti, ba'zi hollarda yonmayapti. Bu yerdagi miqdorda ko'rishimiz mumkin. Sensor monitorda ketyapti. Natijani tahlil qilamiz. Bizda qolib ketdi yana bir natijamiz, ya'ni 200 li natijada ham tekshirib ko'rishimiz mumkin buni. Harakat qilganda ba'zi hollarda yonyapti, ba'zi hollarda yonmayapti. Buni to'liq tushuncha bilan aytib o'tamiz hozirda. Nega bunday bo'layotganini. Biz ham test natijasiga keladigan bo'lsak, amaliy Tinkercad'da simulyatsiya qilganimizdan so'nggi samaradorlik va to'g'ri ishlashni tekshirish uchun bir nechta testlar o'tkazib ko'rdik, hamda quyidagicha tahlil qilishimiz mumkin. Ya'ni lampani yoqilgan va o'chirilgan holatlari, harakat sensorining aniqligi, yorug'lik sensorining ishlashi va tizim barqarorligi samaradorligi bo'yicha aytadigan bo'lsak, LDRda kalibrovka qildik va mana bu PIR sensorini ham kalibrovka qilib tekshirib ko'rganimizda to'liq yorug'lik, ya'ni kunduz 790 LDR va tavsiya etilgan threshold 500-600 da shunday holatda chiqdi. Yarim qorong'u kechqurun 400-600 LDR da va 350-450 tavsiya etilgan thresholdda chiqdi. Test natijalariga keladigan bo'lsak, thresholdda 500 bo'lganda, ya'ni qorong'u sharoitda LDR 0 dan 300 gacha LDR yonishi kerak edi, lekin ba'zi hollarda yorug'likda ham LDR yonib qolgan holatlarni ko'rdik. Yorug'lik sharoitda LDR 700 dan 1000 gacha ba'zan noto'g'ri yoqilganini ko'rdik. 500 qiymatda yorug'lik va qorong'ilik o'rtasini aniq ajratib bera olmadi. 400 holatida biz pirda led to'g'ri yoqilganini, yorug'lik sharoitida esa led o'chganini ko'rdik. Pir 1 bo'lganda, ya'ni pirni harakatlantirganimizda 400 qiymat optimal bo'lib, tizim faqat qorong'u plus harakat bo'lganda ledni yoqilganini ko'rgan bo'ldik. 300 qiymatda esa qorong'u sharoitda bizda pir yoqilganda led to'g'ri yondi. Yorug'lik sharoitda esa pir yoqilganda, ya'ni yorug'lik sharoitda deb LDRda yorug'lik sharoitini aytyapmiz. Led umuman o'chdi yoki pir 0 bo'lganda led har qanday sharoitda o'chganini ko'rdik. Ya'ni pirni biz harakatlantirmasak, mana bu yerda pir mana harakatsiz turibdi. Qorong'u holatda ham, yorug' holatda ham bu yerda mana sensor monitorda natijalar ketyapti, monitori ketyapti, lekin harakat turgani uchun lampochka mana bu diodimiz yonmayapti. Endi bu diod yondirishimiz uchun mana bu harakatga keltirishimiz kerak.
200 holatida ham ko'rdik. Bu yerda pir yoqilganida biz ledni yoqilganini, yorug'lik sharoitida pirni yana led o'chganini ko'rdik. Xullas test natijasiga keladigan bo'lsak, bizda 500 yorug'likda ba'zan noto'g'ri yoqildi, 400 ko'p hollarda to'g'ri ishladi, lekin ba'zi yorug'lik sharoitlarida led yoqildi. 300 da eng barqaror natijaga erishgan bo'ldi, lekin yorug'likda led umuman yonmadi. 200 da noto'g'ri yoqilganini ko'rdik, 100 da ham led yoqilganini ko'rdik. Yakuniy xulosa bizni tizim faqat harakat aniqlanganda va yorug'lik yetarli bo'lmaganda ledni yoqadi. Qiymat simulyatsiya orqali aniqladik hamda natijada tizim energiya tejashini ta'minlaydi va foydalanuvchi uchun qulaylik yaratadi. Yorug'likda esa led umuman yonmasligi kerak edi, lekin ba'zi simulyatsiya sharoitida ba'zi hollarda shovqin sababli yoqilib qoldi. Shovqin hisobiga deyishimiz mumkin. Bu muammoni biz moslashtirishimiz va o'rtacha qiymat orqali olish orqali bartaraf etishimiz mumkin. Xo'p, biz bu bilan energiya hisobiga ko'ra tizim oddiy yoritishda masalan taxminan 60% energiya tejaydi deb ayta olamiz. Misol qilib aytadigan bo'lsak, lampaning quvvati 10 vatt bo'lsa, xonada kunlik ishlash vaqti 10 soat bo'lsa, harakat va yorug'lik shartlari bo'yicha lampalar faqat 4 soat yoqilganda oddiy yoritish tizimi 100 vatt, avtomatik holatda esa 40 vatt bo'lishini ko'rishimiz mumkin va energiya tejash orqali mana ko'rib turibsizlar, formula orqali 60% ga erishiladi. Ya'ni lampaning quvvati 60 vatt, ishlash vaqti kuniga 8 soat, sarflangan energiya 480 vatt bo'lyapti oddiy tizimda. Avtomatik tizimda bo'lsa, lampaning quvvati 60 vatt, ishlash vaqti 3 soat, sarflangan energiya 180 yoki undan kam, 3 soatda ham undan kam bo'lishi ham mumkin. Tejash 62,5% bo'lyapti. Bu yerda mana diagramma holatda ko'rsatyapmiz. Biz 60% holatda olib chiqib qo'yganimiz uchun 60% turibdi. Birinchi holatda 60% edik, mana keyingi holatda 62,5% ga chiqdik. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, biz shu tizim orqali energiyani tejash, qulaylik va xavfsizlikni ta'minlashini hamda tizim real holatda uylar va ofislar, ko'cha yoritish tizimlarida qo'llanishi mumkinligini ko'rib chiqqan bo'ldik. E'tiboringiz uchun rahmat. Emas platformasiga joylash uchun Rustam Baxtiyorning o'rnatilgan tizimlar fanidan amaliy hisoboti edi. E'tiboringiz uchun rahmat.